Qizlar, sizlarga zo'r raspakovka ko'rsatmoqchi edim. Kamera передавать qilmayapti zo'rligini. Hozir ko'rsataman. Mana bunaqa rumyana chiqdi Faberlicdan ICO seriyasidan. Kushon ko'rinishida. Bu kushonni olasiz. Shundoq yonoqlaringizga tekkizasiz, tuk qilasiz. Bu rumyana suyuq ko'rinishda va buni bunday qo'lingiz bilan rastoshovka qilasiz. Yuzingiz такой свежий, аккуратный, dam olib chiqqanga o'xshab qoladi joyida. Bu aynan suyuq ko'rinishida. Agar yuzingiz quruq bo'lsa, sizga idealniy variant bo'ladi. Buning ikki xil rangi bor. Och pushtisi bor va menikidaqa, mana hozir yuzimga surtganimdaqa такой persik rangi bor. Buni ishlatib ko'rishingiz kerak. Kamera sizga hamma narsani ham ko'rsatib bera olmaydi. Qanchalik tabiiy, qanchalik akkuratni yotishini. Yana bitta narsani ko'rsataman. Kim cho'milishga borishni yaxshi ko'rsa va cho'milishda chiroyli yurishni yaxshi ko'rsangiz, Faberlicda bu qalam teng aslida. Bu teng, buni qalam ko'rinishida ishlatsangiz bo'ladi. Ozgina chiqarish kerak, yumshoq sinib qolmasin. Keyin chuk chizasiz. Agar olasizda keyin rastoshovka qilsangiz bo'ladi va takoy chiroyli mayda yaltiroqlar bo'ladi. Eng zo'ri qizlar mayda yaltiroqligi. Men masalan rastoshovka qilmaganman bo'yagandan keyin. Agar rastoshovka qilsangiz mayda bo'lib yaltiraydi. Butun vekangizga ham joylarga qilib chiqishingiz mumkin yoki faqat burchaklarga qilishingiz mumkin. Qanday yoqsa shunday ishlatasiz. Biram chiroyli yaltiraydi. Короче, bular aynan qo'lingizga olib turib ishlatib ko'riladigan narsa. Bu qalamni aynan teng qalamni, stoykini cho'milsangiz ketmaydi. O'zimda sinaldi. Avval bo'yanib, keyin cho'milishga kirgandim, tushlarim ketdi, hamma narsa ketdi, lekin aynan shu yaltiroqlar ko'zimda qolib ketdi. Короче, kamera ne передает qizlar qanchalik zo'rligini ishlatib ko'ringlar. Qalam 50 mingdan, qalam teng. Mana bu kushon rumyana esa 80 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa yozinglar.